O'zi milliy sertifikatda S natijani olish juda osonda. Mana doskaga qarab turgan misollarni ishlasalaring 100% S olasizlar. Ishlanishi ham o'ta oson, go'zal. Qaranglar. Bu yerda mana shu muntazam 5 burchak berilgan va bunga kvadrat chizilgan. Bizga mana bu L mana shu burchakni aniqlashimiz kerak. Mana bu kvadrat bo'lsa, bu bisektor esa bo'ladi, bu 45 gradus bo'ladi, mana bu ham 45 gradus bo'ladi. Umumiy 108 gradus bo'lishi kerak. 108 gradus bo'lishi uchun mana bu 18 gradus bo'lishi kerak. Demak, mana bu 108 gradus, mana bu ham 108 gradus. 108 gradus bo'lib, to'rt burchak ichki burchaklar yig'indisi bizga 360 gradusni berishi kerak. Demak, alfa plus 108 gradus plus yana 108 gradus plus mana bu ikkalasi 63 gradusni beradi. Bu 360 gradusni berishi kerak. Mana shu yerda alfaning qiymati 81 ga tenglik kelib chiqadi. Mana shunaqa misollarni ishlab, milliy sertifikatdan kamida S natija olish uchun bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shunaqa misollarni o'zim o'rgataman.